Uzdil HTML darsligi 4-chi qism HTML mavzu. Darslikning asos mazmuni birinchi HTML mavzu deganimiz H1 dan H6gacha bo'lgan xat kichik belgilandi. H1 eng cho'ng mavzuni, H6 eng kichik mavzuni ifodalaydi. Bu amaliy misol qaraydigan bo'lsak, H1 xat kichigiga bu uzdil.com degan adres qiymatni bergan. H1, H2, H3 buningki unumini ko'rsak, bu xilolat ko'rindi. İkinci HTML horizontal chiziq. HTML horizontal chiziq xat kuchi HR orqali bat yuzda chiziq hosil qiladi. HR elementni mazmun ayirish shiltimiz, albatta buningdan boshqa ayirish usullarim bor. Mana bu yerga HR buyrug'ini bu yerga 2 ni ishlatdik. Buning unumini ko'rsak, unumi bu xilolat ko'rindi. Bu yerda bir tal chiziq, bu yerda 2 tal chiziq. Üçüncü HTML zat uçurunu HTML ga yozish orqali torbat xat uçurlari aniqlab beramiz. Zat uçuru asli kodli ko'rindi. Tor ko'rgich ochganda ko'rinmaydi. Masalan, bu bir zat maqolat keldi. Buning yozilishi, boshlanishi mundaq, oxirlashi mundaq bo'ldi buningki. Tor ko'rgich ko'rgan bo'lsak, bu yerda hech qanday mazmun ko'rinmadi. Oxirgi mazmun torbatning asli kodini ko'rish. Biz tor ko'rgichda ichilgan torbat har qanday torbatning mazmunini ko'ra olamiz. Masalan, xiyotninki mazmunini ko'rmoqchi bo'lsak, men tizimlikni ko'ray. Oyi ko'rgichninki chakan degan qismidan yominjan degan qismini olsak, buningki asli kodi ko'rindi.